Toshkentlik imomlardan birlari hikoya qiladi. Kunlardan bir kuni oldimizga bir inson maslahat so'rab keldi. Aytishicha, uning oti kasal bo'lib, peshob chiqara olmay qolgan ekan. Shunga qabristondan aylantirsa, peshob qilib yuboradi degan gap eshitgan ekan. Shunday qilsam bo'ladimi deb so'rab kelibdi. Tavba, shunaqa ham qiladimi dedik va bizdan ilmi ziyoda ustozlarimiz bilan maslahat qildik. Ular, ha, bo'ladi, aylantirsin, dedilar. Keyin biz otning egasiga Chimir ota qabristonini aylantirishni aytdik. Ot egasi aytganimizdek, Chimir ota qabristonini aylantirdi. Ammo ot peshob qila olmadi. Keyin yana boshqa yangi qabristonni aylantirishni aytdik. Ot egasi yangi qabristonni aylantirganda ot peshob qilib yubordi. Va biz bu bo'lgan voqeadan hayratga tushib, bizdan ilmi ziyoda domlamizga bo'lgan voqeani gapirib berdik. Domlamiz dedilar: "Albatta-da, Chimir ota eski qabriston. Shuning uchun ot qo'rqinchli voqeaga duch kelmagan. Keyin yangi qabristonga borganda azoblanuvchi farishtalarning insonlarni qiynayotganini ko'rib, qo'rqib ketgan va u qabr azobining dahshatini ko'rib, dahshatga tushgan va o'z azobini unutib, peshob qilib yuborgan", dedilar. Aytishlaricha, otlar qabrdagi holatni ko'rib bilarkan. Imkon borida tavba qilaylik, azizlar.